Men. Hop firma olib keldik, chaqirdim. Mana shu zandardan yangi firma chiqdi bu. Hozir egasini chaqirdik. O'shalar qoldiringlar. Shu faktura. Уничтожение getirib, sizga shtraf solasiz. Nimaga deysizmi? Hamkani siz shuni bilib turib, kontrabanda, подделка. Bu подделка ekanini maqsad Xudoy qarab turibdi, bilasizmi? Подделка buni. Coca-Cola bunday chiqdi. Bu yerda firmaning o'zini sotishga soladi. Markasi borligi olyapti. Markani buni jasab qo'yapti, mana. Vaqtda monashi. Жоқ. Тоже подделка. Bunun da подделка. Hadi qaysi firma oldu? Manavini Qaysi firma oldu? Bilasizmi qaysi firma? Bilamiz. Nima degan firma oldu? Alqados. Alqados tutab, skladni tekshirib, полный товарni izlata bolasizlar. Ana video ochib berasizlar. Hamkani bu serga satdi, onu pakotda. Teqa satdi onu kopda. Bir 3-4 fura bozaytdi, o'sh bo'yicha taratdi. Buni manoniki nima ekan? Movi to'g'raniki pantaga almashib qolibdi, pantani qo'liga botilib qoldi. Pantani qo'liga almashib, подделка напечатана. Подделка поняли, да? Знаете, вот эту компанию, которую привозит это, принять меры не надо. И она bundan keyin yerden algan produksiyani neyi çıkartır? Bunu satma tasması. Bunu hiç bir öyle basılmıyor. Yo, biz mana endi aktivniy bilan ketib, Sizler qaytala başlamasınız. Подделка da olsa hadi. bo'ldi, endi bilib oldik. Ular chara ko'rib satayın. Sizler maqlaydirsizlar, bizga satib ketadi. Bu sizga olmaydi. Al biz barsanglar bari aytadi. Ha bizga satib olmaydi. Satib olsa bo'ldi. Bilib oldik. Barlar bilesiniz arzon. Amken arzon deb alasizlar. Sataydi. Yerda adamlar men so'rib turadi. Aqlo, servosa вот их наказать, и тех, которые сюда посылают. Понял, да? Срок завтра.